Ikki yigit suhbatlashib qolishibdi-da, qayerda ishlaysan deb so'rabdi birisi. Falon joyda. Oyliging qancha? Ha, endi ro'zg'orga yetib turadi deb javob beribdi. Shunga sabr qilib yuribsanmi? Oz-ku maoshing. Bu pulga qanday kun ko'ryapsan debdi-da, taajjublanib yo'lidan qolmasdan ketibdi. Bu gapdan keyin yigit o'zini ishini yomon ko'rib qolibdi-da. Ish joyiga borib boshligiga maoshini ko'tarishini so'rabdi, shikoyat qilibdi. Tabiiyki, boshlig'i ko'nmabdi va yigitni ishdan bo'shatibdi. Oqibatda u butunlay ishsiz qolibdi. Yana bir misol keltiraman sizlarga. Bir ayol dugonasidan so'rabdi. Yaqinda farzandli bo'lding, o'rtoq? O'g'il farzand tug'ib berganing uchun ering senga nima sovg'a qildi deb so'rabdi. Ayol hech nima deb javob beribdi. Yo'q-ey, nahotki. Axir aytmadingmi, ne azoblar bilan sizga farzand tug'ib berdim deb. Tavba. Arzimagan bo'lsa ham sovg'a bermasa-ya, ering ajoyib ekan. Zarracha bo'lsa ham qadring yo'q ekanda, o'rtoq deb xayrlashib uyiga qaytib ketibdi. Bu gap ayolni yuragidan o'tib ketibdi. Eri ishdan qaytganida g'azab bilan qarshi olib, unga e'tirozlarini bildiribdi, janjallashibdi, urishibdi. Xullas, xonadoni g'urbatga aylanibdi. Oxir-oqibat sovg'a o'rniga bechora ayol talog'ini olibdi. Ko'ryapsizmi? Nima demoqchiman? Bir og'iz qizig'a degan siz bilan biz uchun oddiy bo'lgan so'z bilan bir insonni butun hayotini biz ag'dar-to'ntar qilib yuborishimiz mumkin. Har bir so'zimiz bu qurol. Ayrim so'zlar qalbga shifo bo'ladi, malhamdir, ayrimlari yaralaydi. Tanlang, bir og'iz so'zingiz bilan insonlar qalbiga shifo bo'lasizmi yoki bo'lmasam mana shu bir og'iz qizig'a degan birovni hayotiga burun suqish tegapti, mana shu gap. Mana shu iborangiz bilan kimnidir hayotini barbod qilasizmi?